Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bilasizlar biz mevali ko'chat yetishtiramiz. Kanalimizda ko'chatlarning urug'ini ekkan videomiz bor. Urug'i ekib bo'lgandan keyin mana bunday holatda salaparlarni yopamiz ustiga. Bugungi sanamiz 17-noyabr sanasida urug'larni ekib bo'ldik. Mana salaparni yopyapmiz. Birinchidan bu namini ushlab turadi, nam qochmaydi. Urug' bahorda chiqqanda tagi qotib qolmaydi, yumshoq turadi. Har tomonlama foydasi bor. Salaparlarni shuning uchun yopib qo'yiladi. Ketdi mana. Shu holatda salaparlarni yopamiz. Urug'imiz chiqqandan keyin salaparlarning bahorda hammasini olamiz. Urug'ni ekilib jarayoni kanalimizda videosi bor. Shu holatda g'ildirakda olamiz. Salaparlar hammasi yopilgan. Bodom, o'rik, shaftoli, gilos, hamma ko'chatlardan bor. Tayeri ham bor. Kimgadir qanaqangi ko'chat kerak bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. O'zimiz yetishtiramiz. Birinchi qo'ldan olasizlar, ishonchli. Kimgadir ko'chat kerak bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Manzilimiz Namangan viloyati 3 tumanida. Telefon raqamlarini men opisiyaga qoldiraman. Do'stlar, ko'chatlarni urug'ini ekib, danaklarni o'rik, bodom, shaftoli, olcha barchasini ekib, ustini salafarlab yopib bo'ldik. Mana 17-noyabr sanasiga 2025-yil. Bu chekkagacha mana o'rtada ozgina ekilmagan qolgan. Bu yerga sensi ekamiz. Ulangandan qolgan ko'chatlarni sensi deyiladi. Shu sensi ko'chatlarini ekamiz, keyin to'ldirib yuboramiz. Mana. Kimgadir qanaqa ko'chatlar kerak bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Edir manzarasi.